Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda biz siz bilan birinchi analitik guruh anionlarining sifat reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh anionlariga sulfat, sulfid, tiosulfat, silikat, karbonat va fosfat anionlari kiradi. Birinchi guruh anionlarining guruh reagenti bariy xlorid. Sulfat anionini aniqlash uchun toza probirka olamiz. Natriy sulfat eritmasidan solamiz va birinchi analitik guruh anionlarining guruh reagenti bariy xlorid eritmasidan qo'shamiz. Natijada oq rangli cho'kma hosil bo'ladi. Oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Bu sulfat anionining borligidan dalolat beradi. Sulfid anionini aniqlash uchun toza probirkaga natriy sulfid eritmasidan solib, bariy xlorid eritmasidan qo'shamiz. Natijada oq rangli cho'kma hosil bo'ladi. Oq rangli cho'kma sulfid anioni borligidan dalolat beradi. Tiosulfat anionini aniqlash uchun toza probirkaga natriy tiosulfat eritmasidan solamiz va tiosulfat anionini aniqlash maqsadida bariy xlorid eritmasidan qo'shamiz. Oq rangli cho'kma hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan oq rangli cho'kma eritmada tiosulfat anioni borligidan dalolat beradi. Silikat anionini aniqlash uchun toza probirkaga natriy silikat eritmasidan solamiz. Silikat anionini eritmada borligini tekshirish uchun bariy xlorid eritmasidan qo'shamiz. Hosil bo'lgan oq rangli cho'kma eritmada silikat anioni borligidan dalolat beradi. Karbonat anionini aniqlash uchun toza probirkaga natriy karbonat eritmasidan solamiz va bariy xlorid eritmasidan qo'shamiz. Hosil bo'lgan oq rangli cho'kma eritmada karbonat anioni borligidan dalolat beradi. Fosfat anionini aniqlash uchun natriy gidrofosfat eritmasidan toza probirkaga solamiz va bariy xlorid eritmasidan qo'shamiz. Bunda ham oq rangli cho'kma hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan oq rangli cho'kma eritmada fosfat ioni borligidan dalolat beradi. Birinchi analitik guruh anionlarining sifat reaksiyalarini, ya'ni xususiy reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Toza probirkaga natriy sulfat eritmasidan solamiz va uning xususiy reagenti qo'rg'oshin asetat bo'lganligi uchun qo'rg'oshin asetat eritmasidan qo'shamiz. Oq rangli cho'kma hosil bo'ladi. Mana, demak, eritmada sulfat anioni bor. Tiosulfat anionining xususiy reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun toza probirkaga natriy tiosulfat eritmasidan solamiz va sulfat kislotasining eritmasidan qo'shamiz. Bir necha soniyadan so'ng sariq rangli cho'kmaning hosil bo'lishini kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek, eritmamiz loyqalanishni boshladi. Demak, eritmada tiosulfat anioni bor. Tiosulfat ionining ikkinchi reagenti temir 3 xlorid eritmasi hisoblanadi. Toza probirkaga natriy tiosulfat eritmasidan solib, unga bir tomchi temir 3 xlorid eritmasidan qo'shamiz. Binafsha rang hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan binafsha rang tiosulfat anioni borligidan dalolat beradi va bir necha soniyadan so'ng eritma rangsizlanadi. Karbonat anionining xususiy reaksiyasini ko'ramiz. Buning uchun toza probirkaga natriy karbonat eritmasidan solib, unga xlorid kislotasidan qo'shamiz. Karbonat angidrid gazining ajralib chiqishidan eritmada karbonat anioni borligini bilishimiz mumkin.
Karbonat anionini aniqlash uchun toza probirkaga kalsiy gidroksid eritmasidan solib, unga karbonat angidrid gazini yuboramiz. Hosil bo'ladigan oq rangli cho'kma karbonat anioni borligidan dalolat beradi. Mana hurmatli talabalar, bugungi darsimizda biz siz bilan birinchi analitik guruh anionlarining guruh reagenti hamda xususiy reagentlar yordamida reaksiyalarni ko'rib o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.